Assalomu alaykum talabalar. Bugun sizlar bilan laboratoriyada ishlatiladigan kimyoviy idishlarni o'rganamiz. Xo'p, bularimiz probirka hisoblanadi. Kichik probirka va katta probirka. Kichik probirkalarimizda kimyoviy moddalarni saqlashda foydalaniladi. Katta probirkalarimizda esa, xo'p, kimyoviy moddalarni qizdirishda, eritishda foydalaniladi. Bunimiz gaz chiqaruvchi probirka hisoblanib, kimyoviy moddalarni, gaz chiqayotgan gazlarni aniqlashda foydalaniladi. Bu katta kichik stakan bo'lib, bunisi kichik stakanimiz. Bularda kimyoviy moddalarni aralashtirishda foydalanib, o'lchashda. Bunimiz xo'p, uchli stakanimiz bo'lib, bunda o'lchov birliklari yozilgan. Ham o'lchashga oson, ham moddalarni quyishimizga oson bo'ladi yanada. Bularimiz menzurka hisoblanadi. Bularimiz o'lchov birligida millilitrda o'lchanib hisoblanadi, yozilgan. Bunimiz o'lchov silindri. Bu kolbamiz tubi dumaloq kolba hisoblanadi. Bu kolbada asosan moddalarni qizdirish uchun ishlatilamiz. Bu kolba esa konusumon kolba hisoblanib, buni og'zi tor bo'lganligi uchun moddalar aralashtirilayotganda to'kilib ketmaydi. Bu kolbamiz tagi yassi kolba hisoblanib, bu stol ustida turishga moslashgan kolba hisoblanadi. Bunda moddalarni saqlashimiz mumkin. Bunisi esa o'lchovli kolba hisoblanadi. Bunda bo'g'zi uzun bo'ladi, kolbalardan farqi. Bunda aniq o'lchov olish uchun ishlatiladi. Bu kolbamiz bunzen kolbasi hisoblanadi. Bu qalin shishadan yasalgan bo'lib, bunda suyuqliklarni filtrlash uchun ishlatamiz. Bu idishlarimiz nomi sklyanka deb ataladi. Bu turli xil hajmlarda bo'ladi. Bu idishlarimiz qopqog'i bo'lganligi uchun turli moddalarni saqlashda ishlatiladi va bu atrof muhitdagi, ya'ni tashqi muhitlardan, hodisalardan himoya qiladi. Bu idishimiz ajratuvchi varonka deb ataladi. Bunda ikki xil moddalarni bir-biridan ajratish uchun va bu yerdagi tomchisidan tomchilatish uchun foydalaniladi. Endi bu idishimiz Petri idishi hisoblanadi. Bu Petri idishimiz moddalarni quritish, bug'latish va kichik hajmdagi moddalarni saqlash uchun ishlatiladi. Bu himoya ko'zoynagi laboratoriya reaksiyalarida ko'zimizni turli xil reaksiyalar sochilib ketishidan, ya'ni ko'zimizga tegib ketishidan asrovchi vosita hisoblanadi. Bu idishimizning nomi piseta deb ataladi, ya'ni laboratoriyada distillangan suv saqlovchi idish deb ataladi. Bu shishali gradusli pipetka deb ataladi, ya'ni aniq o'lchamni bilib beradi biz uchun. Gradusi yuqori darajada ko'rsatib beradi. Bu yerda pipetkaning nasos hisoblanadi bu qismi, ya'ni biz suvni olishimiz va ikkinchi idishga qo'yishimiz uchun xizmat qiladi. Bu yerda g'ildirakchasi mavjud, ya'ni bu g'ildirakcha suyuqlikni tepa qismga yoki pastki qismga tushirishimiz uchun kerak bo'ladi. Bu bo'lsa pipetkaga o'xshash bo'lib, byuretka deb ataladi. Suyuqliklarni graduslarini o'lchab beradi hamda bir idishdan ikkinchi idishga qo'yish uchun kerak bo'ladi. Bu yerda buni kranchiki, ya'ni suyuqlikni o'lchashimiz uchun kerak bo'ladi. Suyuqlikni olib o'lchab olishimiz uchun xizmat qiladi. Bu shisha varanka hisoblanadi, ya'ni biz birorta suyuqlikni kolbaga yoki probirkaga bir idishga qo'yishimiz uchun kerak bo'ladi. Odatda biz buni bu yerga qog'oz o'rnatib filtrlash vazifasini ham bajarish mumkin. Bu bo'lsa shishadan sho'xta varankasi. Buni ichida tayyor filtrlash moslamasi mavjud, ya'ni biz qumli suvni masalan bunga quyganimizda qumni tutib qoladi. Filtrlash vazifasini bajaradi. Varanka hisoblanadi, ya'ni bunda filtrlash moslamasi yo'q. Bu sovutgichi, bu bo'lsa dumrat sovutgichi deyiladi. Bu chinni kosa hisoblanadi. Bular asosan tegalar hisoblanadi, ya'ni qopqoqli bo'ladi. Mufil pechlarda moddalarni kuydirish, kukun holatiga keltirishda ishlatamiz. Bu xovoncha va dasta qattiq moddalarni kukun yoki mayda holatga keltirishda ishlatamiz. Bu tomchili chinni, bunda oz miqdordagi suyuqliklar bilan reaksiya o'tkazishda ishlatamiz. Bu qisqich asosan yuqori haroratda qizdirilgan chinni, xovonchalarni ushlashda bizga yordam beradi. Bu laboratoriya pinsepi hisoblanadi. Ya'ni metall bo'laklari, granulalarni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Shuning uchun biz laboratoriya pinsepidan foydalanamiz. Bular esa chinni shisha tayoqchalar moddalarni bir me'yorda aralashtirishga bizga yordam beradi. Bunisi esa shpatel, ya'ni moddalarni bir holatga keltirishda, suyuq yoki qo'yiq har xil moddalarni aralashtirishda bizga yordam beradi. Laboratoriya lopatkasi hisoblanadi. Kimyoviy moddalarni, kukunlarni aralashtirishda bizga yordam beradi. Bunisi esa laboratoriya elagi hisoblanadi, ya'ni moddalarni zarralardan ajratishda bizga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ma'mur va Chen Class'ga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.